Yo'lda ichiga suv quyamiz, jigarlar, qaranglar, mana. Ichida o'zi suv to'la edi. Nimaga kerak? Sababi ko'mirda nami bo'lishi mumkin. O'shaning uchun suvga ham chidamli. Umuman, mana. Endi qaranglar. Bolg'ani tiqib yubordik, orqaga qaytadi. Endi bunisini tiqamiz. Yana orqaga qaytadi. Tosh tiqilib olish degan narsa bu katyolda umuman yo'q. Sababi katyol uchun zavodskoy 220 ga ishlaydigan motorchik qo'yishgan. O'shaning uchun o'zingiz bitta xulosa qilsangiz ham bo'ladi. Mana ishonmaganlar uchun temir, mana. Temir. Endi buni bunaqasiga tiqib yuboramiz. Onasini yemsin. Nima bo'lsa bo'ldi. Ana, ko'rdingizmi? Endi bu tomoniga tiqamiz. Endi hozir ko'mirlarning ichida ham ko'proq tosh chiqib qolyapti-yu. Miya kuyish ehtimoli juda ham ko'p. Bu motorchida umuman bunaqa narsa bo'lmaydi, jigarlar. Mana, oldinlari mana bunaqangi motorchida chiqarishardi. Qarang, mana. Dvornik motorchik bor-ku, mana. Dvornik motorchik bu kuchlanishda umuman ko'tarmaydi. Bu reduktori, bu dvornikni qo'yib qo'ysa bu arzon, tezda kuyib qolaveradi. Sizni vaqtingiz ham nima qiladi, boshqa qiladi. O'shaning uchun mana sizga haqiqiy zavodskoy miyali motorchik qo'yishgan, akalar. Mana, ko'rib turganingizdek. Hech nima bo'lmaydi, xudo xohlasa, strechlar o'rab qo'yishgan. Bundan tashqari biz hozir katta zavod kelganmiz. Akamiz bilan sizlarga bitta ma'lumotlarni berib o'tamiz. Fikrlaring, kommentariyada yozinglar. Prosmotr ko'tarilishligi uchun bittadan like bosib qo'ysalar, hech narsa qilmaydi. Bizga pul to'lamaydi YouTube. Faqat reklama orqali pul olamiz, xolos. Jigarlar, o'shaning uchun original katyollarni ko'rsatgani keldim sizlarga. O'shaning uchun bittadan like. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Charchamayapsizlarmi aka? Qattiq, dirs, go'shtli joylarini odamlarga yetkazib berishimiz kerak aka. Nima afzalliklari bor bu katyolingizda aka? Maqtamasdan garantiyali qilib bor narsani gapiring aka. Katyolimizda ekonom taraflarni ancha ko'paytirganmiz. Mana diplomatlardan. Bu kasetami deydingiz? Kaseta, diplomat suv yuradigan joylari. Suv yuradi buning ichida. Suv yuradi. Shundan 5 ta ham 6 ta qilingan bu. 6 ta. Suv olish ob'yomi oxirigacha. Ha, oxirigacha suv oladi. Pastgacha tushgan suv olishlari. Ekonom variant. Xo'p, bu hozir necha kvadratga moslangan iminlar shu? Bu 300 dan 350 gacha ketaveradi bu. 300 dan 350 gacha bu radiatorlik nimaga? To'pli polga kamroq hisoblanadi. 200 ni olaveradi to'pli polga. Demak, katyol olayotganda jigarlar, misol uchun 300 kvadratlik katyol deydigan bo'lsa, 30 kilovatli deydigan bo'lsa, bu degani to'pli polga bo'ladigan bo'lsa 250-200 hisob oladi. Sababi to'pli polda betonni tagiga, stachkani tagiga qo'yganligi uchun suvni ko'p rasod qilganligi uchun kamroq hisoblanadi. Reduktorda naborot hisoblanadi. Bu degani 300 olsangiz 350 ga ham qo'yishingiz mumkin bo'ladi. 300 kvadrat ham lekin hazlakan emas. Bir 10 xonani yonaverdi. Sababi 30 kvadratdan bo'lsa ham o'zi 300 kvadrat bo'ladi. Bu degani bitta joydan o't yoqadigan bo'lsangiz ancha ekonom bo'lasiz. Bitta qo'yib ko'ring jigarlar, o'zi